اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Ma'nosi: Ey Alloh, sening ilming bilan sendan yaxshilik so'rayman. Sening qudrating bilan sendan qodirlik va ulug' fazlingni so'rayman. Sen har narsaga qodirsan, men qodir emasman. Sen har narsani biluvchisan, men bilmayman. Sen g'aybni biluvchisan. Allohim, agar mana shu qilmoqchi bo'lgan ishim dinimda, hayotimda, ishlarimning oqibatida, dunyo va oxiratimda men uchun yaxshi bo'lsa, uni menga nasib etgin va oson qilgin. So'ng uni menga barakotli qilgin. Agar mana shu ishim dinimda, hayotimda, ishlarimning oqibatida, dunyo va oxiratimda men uchun yomon bo'lsa, mendan uni uzoqlashtir. Qayerda bo'lsa ham men uchun yaxshilikni taqdir qilgin va meni undan rozi etgin.